Assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizda qora taloq, ya'ni splen haqida gaplashamiz. Qora taloq qorin bo'shlig'ining chap yuqorigi tomonida joylashgan a'zo hisoblanadi. U chap qovurg'alar yoyi ostida, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 9-11 qovurg'alar sathida joylashadi. Qora taloq biroz uzunchoq yoki ovalsimon shaklga ega bo'lgan a'zo hisoblanadi. Qora taloqning umumiy uzunligi 10-14 sm ga teng. Uni kengligi 6-10 sm ni tashkil qiladi. O'rtacha og'irligi erkaklarda biroz og'irroq, ya'ni 192 gram, ayollarda biroz yengilroq, ya'ni 153 gramni tashkil qiladi. Uning qalinligi biroz ingichkaroq, ya'ni atigi 3-4 sm ga teng hisoblanadi. Qora taloq immun tizimni periferik a'zosi bo'lib, qonni shaklli elementlarini hosil qilishda ishtirok etadi hamda moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Bu uning asosiy vazifasi hisoblanadi. Qora taloqda ikkita yuza tafovut qilinadi. Demak, uning tashqi diafragmaga qaragan yuzasi fasis diafragmatika hamda ichki a'zolarga qaragan yuzasi fasis visceralis. Ichki a'zolarga qaragan yuzasi bevosita 3 ta a'zo bilan chegaralanadi. Bular oshqozon, chambarchak hamda orqadan buyrak bilan. Shunga ko'ra, oshqozonga qaragan yuza biz buni aytamiz fasis gastrika, chambarchakka qaragan yuza fasis kolika hamda buyrakka qaragan yuza fasis renalis. Chambarchakka qaragan yuzasi, demak eslatib o'taman, bu chambarchakni chap burilish burchagi sohasiga to'g'ri keladi. Ya'ni flexura kolika sinistra deb aytamiz. O'sha flexura kolika sinistrani yuqorigi tomoniga tegib turadi. Uning visceral yuzasida, mana bu sathda demak darvozasi bor. Darvozasini biz hilum splenika deymiz. Darvozasidan arteriya splenika kiradi, vena splenika chiqadi. Qora taloqda ikkita qirg'oq tafovut qilinadi. Demak, uning yuqorigi qirg'og'i hamda pastki qirg'og'i. Mana bu mullajda uni biz yaxshiroq, aniqroq ko'rishimiz mumkin. Demak, yuqorigi qirg'og'i mana. Biz buni aytamiz margo superior. Pastki qirg'og'i mana bu yerda bo'ladi. Margo inferior. Yuqorigi va pastki qirg'og'ini o'zaro ikkita farqi bor. Birinchi farq, yuqorigi qirg'og'i o'tkirroq bo'ladi. Pastki qirg'og'i to'mtoqroq bo'ladi, ya'ni o'tmasroq bo'ladi. Ikkinchi farq, yuqorigi qirg'og'ida ikkita yoki 3 ta, mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, ko'ndalang uymalar mavjud. Biz ularni insizura transversa deymiz. Faqatgina yuqorigi qirg'og'ida bo'ladi. Pastki qirg'og'ida, demak, unday uymalar mavjud emas. Qora taloq qorin parda bilan hamma tomonlama o'ralgan a'zo hisoblanadi. Shuning uchun ham biz uni intraperitoneal a'zo deb aytamiz. Qora taloqni, demak, qorin parda o'rash jarayonida uning atrofidagi a'zolar bilan u o'rtasida 3 ta boylam bor. Bular oshqozon bilan qora taloq o'rtasidagi boylam, keyingisi buyrak bilan qora taloq o'rtasidagi boylam va diafragma bilan qora taloq o'rtasidagi boylam. Qora taloq endi tug'ilgan chaqaloqda uning og'irligi 9-9,5 gramga teng bo'ladi. Chaqaloq 1 yoshga yetganda, ya'ni 1-yilning oxiriga kelib, uning og'irligi 24-28 gramga teng bo'ladi. Chaqaloq endi katta bo'lib, ya'ni 6 yoshli yetganda, ya'ni 6 yoshli bolada uni og'irligi 2 marta kattalashadi. 2 martaga oshadi. 16-17 yoshga yetganda uni og'irligi demak 165-171 gramga teng bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.